Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet iman. Men bugun atrofni aylangach bizdagi ruhiy sog'lomlik bilan munosabatlik muhim bir tema to'g'risida o'zimning izlanganlarini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, agar birisi ijtimoiy taratqularda mashrab, o'ltirish yoki to'ylarda qarindoshlarninki xushal-xuram usul o'ynab, naqsh aytayotgan ko'rinishlarini ijtimoiy taratqularda o'rtoqlashgan vaqtida ba'zilar davomliq uningga qarshi yoki salbiy fikrlarni o'tirib qo'yadigan bo'lib, ba'zilar vatanda zulm bo'layotsa, xushal-xuram o'ynash bizga harom deb uni tanqid qilsa, yana ba'zilar boshqa bir sabablarni o'tirib qo'yib, mashrab, o'ltirish yoki to'y qilganlarni ayblashidi. Hammamiz his tuyg'uga ega inson bo'lg'achqa, vatanda yuz berayotgan qirg'inchilik va xalqimiz duch kelayotgan fojialar tufaylidan hammamiz o'xshash his tuyg'uda. Ammo hayot davom qiladigan bo'lg'achqa, ba'zida yig'lasak, ba'zida kulishga, ba'zida qayg'ursak, ba'zida xushal bo'lishga, ba'zida ruhimiz tushkunlashsa, ba'zida ruhimizni ko'tarishga ehtiyojimiz bor. Xuddi ko'ndilar aytgandek, o'lgan o'likning keynidan o'lgil bo'lmaganga o'xshash, urug' tuqqanlarimiz va oilamizga ham shundaqla vatan va xalqimizga ega chiqish uchun biz yashashimiz kerak. Yashagandimi sog'lom tan va sog'lom ruh bilan yashashimiz kerak. Bo'lmasa biz ne ailemizga, ne vatanga va xalqimizga ega chiqmasligimiz mumkin. Sog'lom tan va sog'lom ruh bilan yashash uchun kuladigan yerda kulish, yig'laydigan yerda yig'lash, qayg'uradigan yerda qayg'urish, xushal bo'ladigan yerda xushal bo'lish, harakat qiladigan chog'da harakat qilish, uxlaydigan chog'da uxlashimizga to'g'ri keldi. Agar vatandagi zulmni deb hayotimizni qayg'u ichida o'tkazsak, ruhiy sog'lomligimizdan chatoq chiqishi mumkin. Ruhiy sog'lomligimizdan chatoq chiqsa, tafakkurimiz normal bo'lmasligi va hech qanday ishni amalga oshirolmasligimiz mumkin. Inglizchada anhedonia deb ataladigan bir xil ruhiy benormallik bo'lib, uning ma'nosi xushal bo'lolmaslik, xushal yoki huzur kam bo'lish degan bo'lib, u bir yoki bir necha xil ruhiy benormallik yoki ruhiy kasallikda ko'p ko'riladigan ahvol hisoblanadi. Men bugun bu xil benormal ahvol to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tmoqchi. Undaqda anhedonia yoki xushallik kam bo'lish, ruhiy benormallik degan qandaq bir ahvol? Uning sababi nima? U qandaq ahvollarda ko'rildi? Uning qandaq alaylığı bor? Uni odatdagi ko'ngli yerim bo'lishdan qandaq farqlantiramiz? Uningdan saqlanish uchun nimalarga diqqat qilish kerak degan vaqtimizda anhedonia deganimiz burun huzurlanadigan yoki xushallik his qiladigan faoliyatlardan huzurlanolmaslik yoki xushallik his qilolmaslik bo'lib, u odatda ijtimoiy huzur kam bo'lish va fiziklik huzur kam bo'lish deb ikki cho'ng turga ayrildi. İjtimoiy huzur kam bo'lish deganda ijtimoiy sorunlarda yoki ko'ngil ochish faoliyatlarda xushallik his qilolmaslikni ko'zda tutsa, fiziklik huzur kam bo'lish deganda yemek ichmak va jinsiy munosabat qatorliq odamni huzurlantiradigan har qanday bir fiziklik hissiyotlardan xushallik his qilishning tuvallishi ko'zda tutuldi.
Yuqorqi ikki cho'ng turdan boshqa yana tövendeki ikki turni alayda tilga ilishqa to'g'ri keladi. Uning birisi mukofotliq faoliyatlarning jarayonidan xushallik his qilish iqtidorining tuvallishi. Yana biri mukofotliq faoliyatlarning natijasidan xushallik his qilish iqtidorining tuvallishi. Anhedoniya yani xushallik yoki huzur kam bo'lish, tushkunlik qatorliq har xil ro'y kasalliklarning alomati bo'lib, uningga giribtor bo'lgan, ya'ni huzurlanish kam bo'lgan yoki xushallik kam bo'lgan kishilarda qandoq his tuyg'u va yoki qandoq alomatlar bo'ladi degan vaqtida undaq kishilar his qilish qiyin yoki his qilolmasligi mumkin. Yani o kişiler his tuyg'usida bir xil bo'shliq bo'lib, u xuddi quyosh nurini to'sib olgan qora bulutga o'xshaydi. U uyqusizlik, zerikishlik, beparvolik va salbiylik qatorliq shakllarda ifodalanishi mumkin. Undaq kishilar boshqalar bilan vaqt o'tkazishda qiyinchilikqa duch kelishi mumkin. Undaq kishilar o'zida boshqalarga beradigan hech nima yo'q deb his qilishi mumkin. Bu u kishilarda ijtimoiy yolg'izlik yoki ijtimoiy ansizlik qalayimqonlashni keltirib chiqarishi mumkin. Yuqorqilardan boshqa u kishilarda yana uyqu qiyinchiligi bo'lishi mumkin. Bu u kishilarning kayfiyatiga, kundalik turmushini tamomlash iqtidoriga va jinsiy havas yoki qiziqishga ta'sir ko'rsatadi. Jinsiy ojizlikni keltirib chiqardi. Undaqda anhedoniyaniki, ya'ni u xil binormallikningki sabablari nima degan vaqtimizda anhedoniyaniki sabablari to'g'risida texnik ko'p izlanish va tadqiqotlar davomlashayotgan bo'lib, hozir ilib berilgan tadqiqotlarga asoslangan vaqtida u miyaning oldingi qisminiki harakatsizligidan kelib chiqishi mumkin ekan. Miyaning bu rayonida miyaning xushallik his qildiradigan hormon dopaminni qabul qiladigan va ishlab chiqaradigan xushallik markazi bor bo'lib, miyaning bu rayondagi faoliyatlarning o'zgarishi yoki to'sqinlikqa uchrashi insonlarning huzur yoki mukofotga bo'lgan qarshiga ta'sir ko'rsatadi. Anhedoniyaningki konkret sabablari tovandikicha. Birinchisi tushkunlik, tashvishlanish, ansizlik, qalayimqonchiligi qatorliq bir qism ro'y binormalliklar. Ya'ni kishilar da bu xil binormalliklar bo'lgan vaqtida anhedoniya kelib chiqishi mumkin. Ikkinchisi uzun muddatlik besim. insonlarni huzur yoki mukofotga ancha qiziqmas holatga elib kelishi mumkin. Uchinchisi zarlik chekimlik. Miyaning huzur yoki mukofot sistemasini o'zgartirishi yoki qalayimqon qilib o'tishi mumkin. To'rtinchisi o'tmishda yuz bergan jarohat yoki qiyin ahvollar bo'libmi, balalik davrda yuz bergan jarohatlar miyaning huzur yoki mukofot sistemasiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan yoki uni o'zgartirib o'tadigan bo'lishi mumkin. Beshinchisi ba'zi antidepressiya, ya'ni mushu tushkunlikka qarshi dorilar va boshqa dorilarning aks ta'siri bu ahvolni kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Oltinchisi umurtqa yaralanish, ya'ni umurtqada zaxmi bo'lgan vaqtida umurtqa qetib-bilish kesili yoki hormon tangpunzlik qatorliq kasalliklar sababidan bu xil ahvol, binormal ahvol kelib chiqishi mumkin. Oxirida shuni alayda ta'kidlab o'tishga arziydi-ki, anhedoniya qo'rqinch sababidan chekinishni o'z ichiga olgan
ijtimoiy ansizlik bilan o'xshash emas, ammo u ijtimoiy sorunlardan huzurlanolmaslikni o'ziga oldigan bo'lib, uningga to'g'ri diagnoz qo'yish, uni to'g'ri bir taraf qilish uchun nihoyat muhim. Shunga uni bir taraf qilish va davolashda cho'qim ruhiy sog'lomlik kasbiy xodimlar bilan maslahatlanish kerak. Undaqda bu xil ahvoldan saqlanish uchun biz nimalarga diqqat qilishimiz kerak degan vaqtimizda hozirgacha bu kasallikdan bu xil ahvoldan saqlanishningki unumli bir chora tadbirsi yo'q. Shundaqdimi har xil ijtimoiy faoliyatlar, ko'ngil ichish faoliyatlari va badan chiniqtirish faoliyatlariga aktiv qatnashish orqali bu xil ahvolga giribtor bo'lish ehtimolligini to'valatgili bo'lishi mumkin. Eng muhimi bizningki hayotimizni qanday davomlashtirishimiz, ya'ni ba'zi insonlarningki xushallikdan huzur ololmaslik yoki xushallikqa qarshi ba'zi tanqidiy fikrlar sababidan biz o'zimizningki hayotini normal davomlashtirishdan voz kechmasligimiz kerak. Xushal bo'ldigan yerda xushal bo'lishimiz kerak, qayg'urdigan yerda qayg'urishimiz, harakat va faoliyatlar ilib boradigan vaqtida cho'qim uni davomlashtirishimiz kerak. Bu bizningki hammamizningki normal hayot uchun bakla muhim. Bugungi bu temadagi so'zimni mushu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqatiga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizning tenini salomat qilsin, kundalik hayotiga xushallik ato qilsin.